Shu tilda o'zib beramiz. Kelin, siz bunga rozimisiz? Yo'q. Rozi emasman. Mahrga gelik so'rayman. Mashina. Tuppa tuzuk qiz degandim. Namuncha osmon bo'lmasa, uyat, andisha degan narsa yo'q ekan. Hozirdan shu bo'lsa, boshini yeb qo'yadi-yu do'stimmi? Kuyov bola, kelin bolani shartiga rozimisiz? Bo'ldi, olib beraman. Juda yaxshi. Unda nikoh boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ilohim, tansihatli, xotirjamlik ato qilib, o'zidan begona qilmasin. Yoshlar qo'shgan bilan qo'sha qarasin, baxtli, saodatli, o'g'li, juvali bo'lsin. Nikohlari abadiy bo'lsin. Tinch, totuv yashashlar Alloh nasib qilsin. Allohu akbar. Bo'ldi qil. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Hech narsani bilmagandek, tinchlikmi nima bo'ldi demagin? Seni kallang bormi? Nimaga? Nimagamish? Shuncha o'rtoqlarim oldida nima sharmanda qilmoqchimiding? Qayoqdan chiqdi endi gelik? Voy, umi, nima qilibdi? Mahrga hamma qiz xohlagan narsasini so'raydi. Men ham so'radim. Nima, bitta mashinaga arzimaymanmi? Voy, toming ketmaganmi? O'zimda yo'q bo'lsa qayoqdan olib beraman? O'sha dugonalaringni ham, seni ham qayoqdan olib beraman o'zimda yo'q bo'lsa? Voy, nima deganingiz bu? Qaysi dugonam eridan mahrga nima so'ragan bo'lsa, hammasini eri olib bergan. Nima qilibdi siz ham bitta mashina olib bersangiz? Bir dona mashinaga shunchami? Sen o'ylab gapirish kerak. Hammani oldida sharmanda qilding. O'zim roliga ham o'tirmaganman shu gelikka. Birinchidan men o'ylab gapirdim. Ikkinchidan haqqim borki so'radim. Uchinchidan bir donagina tilla uzuk taqdis qo'limga bo'ldi. Boshim ko'ramanmi uni qo'lim to'la tilla bo'lsa? Gelikmish. Qizlar, bilasizlarmi, shunaqangi xursandman. Yaqinda meni ham mashinam bo'ladi. Gelik. Qoyil lekin. Zo'r-ku. Shunaqa